Boshqa o'quv markazlariga ham bizani tavsiya qila olasizmi? Endi narxini ko'tara olsangiz deb tavsiya qilaman. 3, 2, 1. Bismillah. Cambridge yangi filialiga tashrif buyurdingiz. O'quv markazi haqida fikringiz qanaqa? Endi o'quv markazida birinchi o'rinda komfort men uchun. Agar biror o'quv markaziga boradigan bo'lsam, birinchi sharoitiga qarayman. Cambridge deganda ikkita fikr hayolim keladi. Bu professional yondashuv hamda barqarorlik. Mana 12 yildan beri va shaharning turli nuqtalarida filiallar ochib kelishyapti va har bittasi o'sha dastavval belgilangan plankani ushlab kelyapti. Undan tashqari stabil rivojlanish dinamikasini ham ko'rishimiz mumkin. O'z maqsad sahrida yaxshigina intilish qilib katta qadamlar bosayotgan o'quv markazlaridan biri deb hisoblayman. Cambridge o'quv markazi bu legendarniy o'quv markazlaridan bittasi, chunki именно o'quv markazli bozorida 17 yildan beri faoliyat olib borayotgan o'quv markazlar juda ham kam. Yanada ham bundan rivojlanishligini tilab qolamiz. Yangi filialga keldingiz. Yangi filialning interyeri, qulayliklari qanaqa ekan? Juda ham zo'r, komfortni, ayniqsa yoshlarga, masalan, speaking klublar qilishadi, discussionlar qilishadi, networking qilish uchun juda ham qulay sharoitlar bor. Adashmasam har bir xonaga alohida urg'u berishadi. Har bitta xonaga kirganimda umuman uni ikkinchi marta ko'rmaganman unaqa xonani. Nechta filialiga borgan bo'lsam ham, alohida qaysidir xonasini ikkinchi versiyasini ko'rmaganman. Rang-baranglik ham kayfiyatda, odam kayfiyatiga ta'sir qiladi. Baribir o'sha birinchi o'rinda komfortda. Har doimgidek didi bilan yondoshilgan o'sha Angliya vibe his etiladi. Xonalar keng, o'quvchilar ta'lim olishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Umuman bu narsani men kelishimdan oldin bilardim, kutgandim. Chunki avvalgi filiallarni ham ko'zdan kechirganmiz, marosimlarda qatnashganmiz. Boshqa ota-onalarga shu o'quv markazida bolasini o'qitishga tavsiya berarmisiz shunaqa qulayliklarda? Albatta tavsiya beraman. Endi interyer, chiroy, vibe o'z yo'liga. Lekin bu yerda malakali ustozlar bor. O'ylaymanki, o'quv markazini eng katta yutug'i ham shu, bu chiroyli yondashuv bilan birgalikda sifatli ta'lim parallel yuradi. O'quvchi o'zini uyutni his qilishi, fokusi o'sha darsga qaratishiga, ya'ni o'sha til o'rganishga qaratishiga yordam beradi, katta yordam beradi. Menga shunisi bilan yoqadi Cambridge. Mebellarni tayyorlashda nimaga aynan Brauf Mebelga ishonib topshirdik? Men o'ylayman, bundan oldin biz ko'p mebel ishlab chiqaradigan korxonalar bilan ishlaganmiz, lekin har doim mebel ishlab chiqarishda muammo bo'ladi. Kechikadi, sifati past, etilgan narsa hayotda unaqa chiqmaydi. Lekin mana sizni oldingi ishlagan obyektlaringiz, kompaniyalaringizdan biz feedbacklar olib, oxiri ishlash qaroriga keldik. Bu Brauf bilan qilayotgan ikkinchi obyektimiz. Xudo xolasa, qo'ynimiz to'q. Endi Brauf yana bitta tomonini aytish kerak. Mana Abdulaziz aka o'zlari tadbirkor bo'lganliklari uchun ham, o'zlarini bu bizneslarga juda mehr bilan yondashganlari uchun ham nimadir xato o'tsa, hatto qo'shimcha pul berib bo'lsa ham mijozini rozi qiladilar. O'sha narsasiga men qoyil qolganman. Misol uchun srokdan kechiksa kompensatsiya qilib beriladi. Ba'zi joylarda o'xshamay qolgan narsa bo'lsa, davay mani hisobimdan alishtiramiz, o'zlari alishtirib berishlari mumkin. Mana shu narsalar munosabatlar bardavom bo'lishini ta'minlaydi deb o'ylayman va mijoz sifatida bizga ham mana shunaqa o'zini ishiga va gapiga javob beradigan hamkorlar kerak, to'g'risi. Agar siz ham Cambridge o'quv markazidagi loyihangizni bizga ishonib topshirmoqchi bo'lsangiz, pastki havolani to'ldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor.